Navbatdagi savol. Ayol kishining hayzi odatda 3 kun bo'lsa va doim 3 kundan so'ng quruqlik bo'lsa, g'usl qilgandan so'ng har safar 2 yoki 3 marta yana hayz qoniga o'xshash narsa kelsa, uning hukmi qanday? Hayzdan deb sanaladimi yoki poklikdanmi? Oqlik kelgan deyaptimi? 2 yoki 3 marta yana hayz qoniga o'xshash narsa kelsa. Yo'q. Yana bir o'qing deb boshda. Ayol kishining hayzi odatda 3 kun bo'lsa va doim 3 kundan so'ng quruqlik bo'lsa, g'usl qilgandan so'ng har safar 2 yoki 3 marta yana hayz qoniga o'xshash narsa kelsa, uning hukmi qanday bo'ladi? Hayzdan deb sanaladimi yoki poklikdanmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Yo, bu ayol kutish kerak-da, chunki har safar shunday bo'layotgan bo'lsa, demak u oqlik kelmaguncha jafaf deydi, qurib qolgandan keyin toza bo'ldi deyilmaydi. Toza oqlik holati o'zi ayol kishilar biladi. O'sha holati kelsin, bu g'usl qilgandan keyin qizil kelsa, hali qoni tugamagan bo'ladi. Chunki davom etyapti degani. Ana shuni kutsin. Undan keyin agar qizillik kelsa, ya'ni hozir g'usl qilish kerak o'shandan keyin yana bir martada. Bundan keyiniga 3 kun tugagandan keyin qurish holati bo'lib qolsa, ayol kishida masalan bir xil qurish holati bo'lib qoladi, lekin toza bo'lgan bo'lmaydi. Toza bo'lganligini alomati o'sha oqlik, bir paxtaning tolasiga o'xshagan oq bir narsa keladi. Uni ayollar biladi o'zlari, oqlik degan narsa. O'sha kelgandan keyin g'usl qilsin. Chunki bu orada kelib qoladigan o'sha g'usulni hayzni davomida kelayotgan sarg'ish narsa, qizg'ish narsa hammasi hayzdan hisoblanadi. Buxoriyning rivoyatida kelgan ayollar o'shanaqangi bir qizg'ish, sarg'ish narsalarni paxtaga surtgan holatda bir qutichaga solib Oysha onamizga berib yuborishardi. Qarang, mana shu holat bo'lyapti, g'usl qilsak bo'ladimi? Oysha onamizlar aytardilarki, la ta'jalna hatta tarayna al-qassatal bayda. Siz shoshilmay turinglar, to oqlikni ko'rmaguncha shoshilmanglar deb. To oqlik, poklik bu holati aniq bo'lguncha ayol kishi kutadi. Ungacha hayz hisoblanadi. Ya'ni hayz degani tinmay qon kelib turaverish degani emas bu. O'sha bir xil paytda jafaf bo'ladi. Bir xil ayolda qon kelib bir hayz keladi, 3 kun quruq bo'ladi-da, 4-kuni bir qizg'ish narsa bo'ladi, keyin oqlik keladi. Ana endi toza bo'lgan bo'ladi ayol. Doim qon kelib turgan holati bo'lmaydi. Bunday holatda ham kutish kerak. Vallohu a'lam.